Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish nima uchun kerak? Yaxshi savol. Bu mamlakat iqtisodiyotini kelajakdagi rivojlantirish strategiyasini aniqlash uchun kerak. Xo'p, qishloq xo'jaligini ro'yxatga olishda nima naf? Buning zarurati shundaki, qanday va qancha resurslar borligini aniqlab, qayta ishlash choralarini shu orqali ko'rish mumkin. Bundan chiqdi, qaysi soha mutaxassisligiga talab ko'tarilishini ham aniqlashimiz mumkin ekanda. Xuddi shunday. Chunki biz aniq raqamlarsiz qayerga, qachon, qanday, qancha mutaxassis kerakligini bila olmaymiz. Qiziq, resurslar borasida ham aniq ko'rsatkichlarni ko'rish mumkin bo'lar-kanda. Albatta. Aholi jon boshiga yetarli bo'lgan energetika, oziq-ovqat va boshqa iste'mol mahsulotlarini zaxirasini yaratish ham aynan shu natijalarimizga bog'liq. Bu jarayon albatta oson bo'lmasa kerak. Chunki shuncha aholi, shuncha odamlar ro'yxatga olish tadbiri qanday amalga oshiriladi? Bu ham qiziq savol. Har bir fuqaro ushbu jarayonlarga befarq bo'lmasa, biz yaxshi natijaga erishishimiz mumkin. Mana qarang. Tadbir 2 bosqichda uyushtiriladi. Birinchisi 15-yanvardan 31-yanvargacha 17 kun davomida census.stat.uz sayti orqali One ID tizimi yordamida onlayn ro'yxatdan o'tish tarzida bo'lib, ikkinchi bosqich 4-fevraldan 28-fevralgacha mahalla yettiligi a'zolarining uyma-uy yurib, planshet orqali ro'yxatga olish jarayonlari bilan yakunlanadi. Ushbu jarayonda hamma savollarga javob berish shartmikin? Endi o'ylab ko'ring. Qay tarzda aniq va to'g'ri javob berilsa, kelgusidagi rejalarni shu qadar to'g'ri aniqlab olish imkoniyati yuzaga keladi. Xo'p, shunday ham deylik. Shaxsga doir ma'lumotlarning maxfiylik masalasi-chi? Bu albatta muhim. Unutmang, ma'lumotlar albatta sir saqlanadi. Boshqa tashkilotlarga berilmaydi. Faqatgina statistik maqsadlarda ishlatish uchun jamlanadi. Yurtimizda bo'lib o'tayotgan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olishda faol ishtirok eting. Kelajak uchun va aniq rejalar uchun o'z hissangizni qo'shing.